alaykum aziz obunachilar. Bugun biz Telegramdan Telegram bot yaratishni o'rganamiz. Buning uchun Telegram qidiruvga bot fazer deb yozib olamiz. Va bot birinchi chiqqan bot fazer ustiga bosib start tugmasini bosib olamiz. Va bu yerda turgan bot yaratish uchun new bot tugmasini bosamiz. Va botimiz uchun nom o'ylab topamiz. Xohlagan nomingizni yozishingiz mumkin bu yerga. Masalan, ustalar bot yoki musiqa bot, Shazam bot deyishimiz mumkin. Biz Shazam bot deb yozib olamiz. Botimiz nomi Shazam bot bo'ladi. Bu yerda takrorlanmas user yaratishimiz kerak, nickname. Biz xohlagan nomimizni yozishingiz mumkin, faqat oxiri bot bilan tugashi kerak. Biz yozamiz musiqa yuklovchi bot deymiz. Va tayyor. Botimiz tayyor bo'ldi. O'tib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Hozir ishlamaydi, serverga qo'ysa, kod yozib serverga qo'ysa, keyin ishlashi mumkin.